2025-yilning 30-sentyabr kuni hudud gaz ta'minot mas'ul xodimlari tomonidan Billing gaz dasturi ma'lumotlari asosida tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq shubhali holat aniqlangani haqida ichki ishlar organlariga ma'lumot berilgan. Shundan so'ng holat joyiga Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jalb etilib, o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Buxoro shahri G'ijduvon ko'chasida joylashgan xususiy korxonaga qarashli oshxona binosida hisoblagichsiz plastik quvur orqali tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati aniqlangan. Tekshiruv chog'ida fuqaro tomonidan gaz yo'q degan vaj bilan bir necha marotaba hudud gaz ta'minot xodimlarini xonadon ichkarisiga kiritmasdan hisoblagichni o'zboshimchalik bilan o'chirib qo'yganligi, ammo olib borilgan tezkor kuzatuvda oshxona ichida noqonuniy tarzda tortilgan shlang orqali gazdan foydalanilayotganligi o'z tasdig'ini topdi. Aniqlangan holat yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirilib, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra davlatga yetkazilgan zarar miqdori qariyb 545 million so'mni tashkil etgan. Hozirda mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan surishtiruv harakatlari olib borilib, vakolatli idoralar tomonidan qonun buzilishi oqibatida yetkazilgan zarar miqdorini qoplash hamda holatga huquqiy baho berish choralari ko'rilmoqda.